Bir cholning Zaporojye Nexia'ga urildi, Nexia'ning chirog'i sindi, tushdi, surildi. Bir cholning Zaporojye Nexia'ga urildi, Nexia'ning chirog'i sindi, tushdi, surildi. Bo'g'ilib cholga dedi Nexia'ning egasi, bilasizmi qanchaga tushar buning chegasi? Bitta chirog'in o'zi $1000siz bitmaydi, hatto mashinangizni sotsangiz ham yetmaydi. Eyvoh, nahotki chol dedi bolam to'xta, xudodan ku bo'lsan, ko'rsataman bir narsa. Mashinamga o'tirke, qo'ynidan bir xumchani olib shivirladi chol, bizga ko'k joy damlab kel, hoy jin qani chiqa qol. Xum ichidan jin chiqib choyni qildi muhayyo, yigit yoqasini ushlab dedi astag'firulloh. U bunday mo'jizani ko'rmagandi hech qachon, dedi shu xumchangizni menga soting otajon. Chol so'zladi bu xumcha menga qolgan otamdan, bu esdalik narsani senga qanday sotaman? Yigit cholni avradi, Nexia'ni beraman.